mana reklama. 3 ta reklama bor. Pepsi, Cola, Fanta. Lekin Pepsi ham yomon ko'p qo'yyapti reklamani. Har 30 sekundda qo'yiladi. O'zbekistonliklar Pepsini tanladilar. Tanlov jangida Pepsi g'alaba qozondi. Xabaringlar bormi? Biz Pepsi tanlabmiz. Sizlardan biri so'radimi? Mendan itam so'ragan yo'q. Har 30 sekundda chiqaradi. Saraqoqli Pepsini och, Pepsini och. Sovrinlar, quloqchinlar, futbolkalar, mazza, kolonkalar. Pepsini ritmida bor. Pepsini ritmida bor. O'zini ritmida bo'lsam bo'lmaydimi? Jahon chempionatiga qanday borishni bilasanmi? Kolaj. Yana 10 sekunddan keyin FIFA jahon chempionatiga qanday borishni bilasanmi? Kolaj. Yana 10 sekunddan keyin FIFA jahon chempionatiga qanday borishni bilasanmi? Kolaj. Biz miyamga o'ynab qoldik. Ertalab tursam xotin nima ichasiz dedi, kola och dedi. Dadasi kola yo'q dedi. Bo'lmasa ham och o'rtada. Mana shunday qilardik. Nima uchun Fanta bilan sineklar bir-biriga mos kelishini bilasanmi? Bilmayman. Bilmayman. Kinoni qo'yinglar. Biz Fantani butilkasini buradik. Voy nima qilay buraganmiz? Nima qilay? Buralgan joydan ushlab ichaylik endi. Yo'q, siz tushunmadingiz. Biz unga quvonch qo'shdik. Hop, bagalashkaga quvonch qo'shibsizlar. Bizga ham quvonch beringlar, kinoni ko'raylik. Hamma reklama mana shu qayta-qayta. Qolgan hamma bor. Dori reklama qilgan. Mayli, shunday aytganiga o'ylabsiz. Endi shunda bo'lmagan dori qoladi. 24 tasvir ko'chalar. Qiynasagar, yeldagi dard, bo'g'imlarda orli harakat. O'rnikan bu dodlarga balki sizga berar yordam. Eslab qoling uning nomin har dam. Bu ko'ppa. Ashula bo'lmagan ko'ppa, qoladi ko'ppa. O'zbek san'ati shunda ham jarga qulovdi ko'ppa. Yani Romidon'dan qutuluvdik. Sovuq tushib yana boshlandi.